Uyg'ur yozuvchisi Batur Ro'zining Shehidlar Gulistoni 7 qizlarim nomli asari. Bu asar Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anlatildi. Joytog'da No'ruz. Uchturpanliqlar daryoning g'arb tarafida qad ko'tarib turgan egiz to'pilikni Joytog' deb ataydi. Joytog'ning bahor faslidagi go'zalligiga gap to'g'ri kelmaydi. Yonbag'irlar birdilla qish bo'yi yepingan oppoq selinchilarni cho'rib tashlab, yeshil libosga purgunadi. Bas-bas bilan ko'kirishga boshlagan o't cho'plar oq oltindan yasalgan o'zikning ko'ziga quyilgan yeshil yoqutdek jalolanib, ko'zning yig'ini yeydi. Rengareng gullar bas-bas bilan echilib, Joytog'ni baayni jannatning o'ziga o'xshatib qo'yadi. Fursatni g'animat bilib, shirin yig'ishga tutingan hasal harillari to'qayliqlarni hasalning mazali purqiga Beliqut xazinasi. Bundaq chaqlarda daraxt kavoklari va toshlarning orliqlaridagi qislashlarda buloq suvi emas, hasal oqadi. Bundaq maishatga to'yingan mukammal go'zallikni jannatga tan qilmay na amal. Cheksiz ketgan daryo hovuzlariga joylashgan tog' bag'ri yop-yeshil o'rmonliq, rangarang gul chechaklar va o't cho'plar bilan ajoyib bezalgan chog'larda uningga tutishib turgan Uchturpan shahri ko'zga boshqacha go'zal bo'lib ko'rinadi. Avut bozorlardan yangirgan shovqinlar, to'qayliqlardan anglangan qushlarning yaqinlik sadosiga jo'r bo'lib, shodiyon muqam kuylarda qalblarni larzaga soladi. Uyg'ur kalendari bo'yicha har yilning 1-kuniga to'g'ri keladigan No'ruz bayramini Uchturpanliqlar ana shu Joytog' bag'rida o'tkazadi. Uchturpanliqlar tarixdan buyon eng zo'r tantana bilan o'tkazib kelayotgan No'ruz bayrami amaliyotda Uyg'urlarning va boshqa turk tilida so'zlashuvchi qavmlarning an'anaviy yangi yil bayramining naq o'zi. Bu bayram Shamsiya kalendari bo'yicha ko'n yil oxirlashib, yangi yil kirgan kuni. Milodiya hisobi bo'yicha har yili 3-oyning 21-kuni o'tkaziladi. No'ruz Parischa yangi kun yoki yangilangan kun degan so'z. Tarixda Parislar bilan bo'lgan diniy, iqtisodiy va madaniyat aloqalarining quyuqlashishiga ergishib, Uyg'urlar orasida maydonga kelgan Paris tili qizg'inligi natijasida yangi kun degan bu ism Parischa No'ruz degan so'zga almashib qolgan. Uchturpanliqlar uchun aytganda, jut zimiston qishdan o'tib, ko'ngilli bahor fasliga olishdigan bu kun to'liq ahamiyatli kun bo'lib hisoblanadi. Chunki bu kunda kun bilan tun tanglashadi. Koinotdagi jimi shay'larda yangi boshlanish bo'ladi. Bahor fasliga olishib, jini yashargan Uchturpanliqlar qaytadan o'g'ga chiqish, mol-varallarni yayloqlarga ko'chirish, terilg'a qilish oldida hamma ish o'qitiga o'ngishli, barakat, turmushiga bayoshatlik tilab, bu hayot baxsh bahorning boshlangan kunini tantana qilib odatlangan. Ular No'ruzga atab tuvandikidek qo'shiqlarni to'qishadi. No'ruz keldi jahonga, bahor bo'lur kundur bugun. Daraxtlarga suv yugurib, bix urar kundur bugun. Dehqonlar qo'sh haydab, urug' salur kundur bugun. Ishbeshi soat kuni ambar to'lar kundur bugun. Keldi No'ruz yilboshi katta ko'ngil chirkini. No'ruz diban kelurlar xotunlarning turkini. Gullar qisib qiz o'g'il agir qo'yar bu kuni. Nelis qilib o'ynashur qochur ko'ngil mulkini. Shati vardı to'n kiyib, jo'u tomoqni tashladik. Ko'kilchilikda o'ltirib, nag'ma navo boshladik. Bayga o'g'loq olib, mashrab qilur kundur bugun. Qayg'u hasratlar ketib, yayrashur kundur bugun. Keldi No'ruz yilboshi, eldi tamasha aralash.
Boldular rahat cahan, yok boldu caba aralaş. Koçida kıldı gaday, şahlar tamaşa aralaş. Oynadı ponzak oğul, levlekni kızlar aralaş. Barç hoşluk yetip geldi, tamaşalar köp bugün. Noruz keldi yılbaşı, yoktur anın tengdişi. Noruz günüdün iktida kılsı işi, hiç zayik etmez uş bugün kılgan işi. Muradi hasıl bulup məqsidi yeter kişi, hemme işinin əvzili gayet mübarektur bugün. Keldi Noruz yet selan, soygan koyunun yığada. Mihmanlarını çakırın, olturğuzun ayvanda. Nazı nimmetler toldurun mihmanlarının aldığa. Aşların ottan bulur, iş iktida kündür bugün. Keldi Noruz yılbaşı köp saadettur bugün. Noruz kılmak köpke adettur bugün. Tecrübe kılsan eğer köp amettur bugün. Öygün öyge heyetlişip mihman bulur kündür bugün. Üçtür ballıkları, uluq ay, uluq gün. Yaxşı saatda başlanğan iş ravajda budu. Yıl qandaq başlansa, şundaq ahırlaşıdu dep qaraydı. Üçtür ballıqlar bu yılmı Noruz'u kütü veriş üçün mahalliliklere boyunca çoğun amivi tazlıq elip bardı. Her bir aile, öy, tam toruz, öyle aramlarını siyirip süpürüp, kigiz besatlarını qeyqib, kirqatlarını yoyuştu. Erler yoyunup tarınıp, çaşlarına aldırıp, sakal burutlarını yastıp, pakiz giyişti. Yaş cuvan çokallar, oğul kızlar, ösmürler, məxsus yeni üstivaş hazırlaştı. Koca yollar pakiz tazınıp, güzel muhit yaratıldı. Şuna üçtür ballıqlarının Noruz kelgende, kegizlerini qeyqıştırıp, öylerini kılgın yoruq. Bolunlarda kalmasın paytımı eski çoruq. Bolsun muhit pakiz əxlət çavadın eser yok. Kelsin ihmallar görüp, köngülleri bolsun oçuk. Behuzur keyip sürüp, yayrısın mihman bugün. Dep koşaq toquşi bekar emas. Üçtür ballıqlar, Noruz bayrımı keler kelmeyla, Noruz eşinin amadınlarını təxlep koyuşkan idi. Noruz suyu hazırlap koyğalı neyken? Dastancılar, sanatkarlar, meddahlar, çevendazlar, ponzakçılar, dervazlar öz maharetlerini körüsütüş üçün məxsus tayyorluq görüp koyuşkan idi. Noruz günü üçtür ballıqlar oldu bilen mahalle içinde heyetlaş faaliyeti elip bardı. Kişiler bayramlık kiyimlerini kiyişip, öy öy kirip heyetlap, hep salam suyu içişip, öz ara mübarekleşti. Andın bütün yurt xalqı yar, kötek, harva, nəbiler, at, töge, kala, qotaz, eşekler bilen qazan qumuş, kegiz besatlardan tartıp 9 bulaq boydaki Caytağ bağırğı erip çıkıp, çedir, sayıven, kep satmalarını tikişetti. Aşpez, navay, qasap, yaylıcılar mı dükkanlarını yeyişip, Caytağ bağırğa avatçılık bəxş etdi. Noruz xadimleri bir chetdə daş qazanlarını ezip, Noruz eş tayyorlash bilan halak bolsa, Noruz saylisiga chiqqan oillar mo öz kata satmalarida qazan ezip, qurbinin yetishcha Noruzga atab, xalqan tamoqlarini etish bilan band bo'lmoqda edi. Noruz eş tayyor bo'lishga bir jakara bilan Noruz murosim boshlandi. Köpçilik o'tturdagi bo'shliqda chambarsimon kang so'rin hosil qilib, daraja, martaba ayirmay navbat kelgan yerdan o'rin tutib o'ltirishdi. So'rinning bir chetidan ma'lum kenglikda ishik o'rnida bo'shliq qoldirildi. So'rin tuzilib bo'lishiga shu ishik orqali china, cho'chak, hijrlarda Noruz esh tartildi. Köpçilik Noruz eşiği eğizdeki buluşu bilen aileler boyunca Noruzga atap etilgen gıza taamlar arka-arkadan elip gelinip bir yaktan köpçilik aldığı koyuldu.
bu g'izolarning esil yoki oddiy bo'lishidan qat'iy nazar kimning oldiga qanday xildikisi to'g'ri kelsa shu qo'yildi. Hammaylar uni tanlab o'ltirmaylar, yeyishaveradi. Tamoq yeyilib bo'lgandan keyin odat bo'yicha ko'pchilik birdek qo'l ko'tarib suv yomg'irining mo'lligini va ishlab chiqarishga barakat, narx-navoga arzonlik tilab duo qilishdi. Bunun bilan dağdug'liq No'ruz murosimi oxirlashib, No'ruz cheyi va har xil ko'ngil echish faoliyatlari boshlandi. No'ruz cheyi amaliyotda No'ruz munosabati bilan bo'ladigan o'zaro mehmondorchilik cheyi bo'lib, urug' tuqqan, al-og'ina, qo'lin qo'shna, tunish bilishlar bilan o'zaro bir-birining sotmalarini aralab, ayrim-ayrim mehmon bo'lishadi. Qudrishish, ish-ovqat, narx-navo va shu yil qilmoqchi bo'lgan ishlar haqida paranglashadi. Bir yoqda al-nag'machilar har xil chalg'ularni tankash qilib, No'ruz qo'shoqlari, 12 muqam kuy g'azallari va har xil mazmundagi yurishlashgan xalq naqshlarini yangritib, 9 buloq sohillarini bayram xushalligiga cho'mdirmoqda edi. Muqam marg'ullari sanam kuylarda o'rindalganda top ichidan cho'ng-kichik, qiyir-yosh, er-ayol ixtiyorsiz bas-bas bilan usulga tushdi. Tomoshabinlar o'z xohishi bo'yicha usulchilarning beshidan pul qatorliq narsalarni o'rib, al-nag'machilarning oldiga tashlashdi. Bu tomoshabinlarning usul o'ynag'uchilar bilan al-nag'machilarga bildirgan tashakkuri bo'lib, uchturponliklar odatda cho'rima deb ataydi. Bir yoqda dastonchilar o'zlariga xos qiziqarli qiyofat va harakat bilan xos talaffuzda ming bir kecha, kamak ayyor, chahar darvish qatorliq daston qissalarni so'zlasa, top ichida o'tirgan shogirdlari aralab do'st tortib, ko'pchilikning diqqatini o'ziga tegib markazlashtirmoqda edi. Yana bir yoqda yashanganlar bilan bolalar ko'proq edi. Har bir daston yoki hikoya oxirlashganda anglag'uchilar o'z xohishi bo'yicha dastonchilarga pul i'ona qiladi. 9 buloqning qumsonga sohillarining birida maxsus chelishchilar so'rin tuzilgan bo'lib, yurt mahallalardan kelgan chelishchi azimatlar navbat bilan maydonga tushib, kuch mahoratlarini namoyon qilishmoqda. Utib chiqqanlarni xaloyiq og'ziga tegmay kuchtungur desa, kuchtungur deb muboraklashmoqda. Joytog'ning Kunpetish tarafidagi kangri ketgan bir o'chiqchilikqa 40 metr uzunlikda, 20 metr egizlikda dar bog'langan edi. Burdi amdil xat tortishga boshlagan bir darvoz pastda chilinayotgan Nag'ir Sunayning ritmlik ovoziga keltirib, goh yalang oyoq, goh putiga tunki taxsi tenib, goh qo'liga tanshak elib, dam oldi kayniga mangsa, dam zo'ng o'ltirib qo'patdi. Dam mo'lloq assa, dam o'p tashlab, pastlik tomoshabinlarni cho'chitdi. Yiroqda bir to'p o'g'chilar jamoat bilan xo'shlashib, No'ruz keldi jahonga, o'v qilg'ili chiqarimiz. Qayg'u bosgan ko'ngilni tog'da yurib ocharimiz. Jirg'ilarda ong etib, bo'g'i kiyik osharimiz. Terisini tasma qilib, mungizini satarimiz. Qo'l putining pochiqi qamchiga dasti bugun. degan No'ruzlik o'qo'shoqlarni aytishib, tayg'onlarni agashtirib, tayoq, to'qmoq va miltiqlarni esishib, jiliqlarga qarab ot silib yurib ketishdi. O'g'loqchi, baygichilar kun chiqish tarafdagi kang tasha bir maydonda o'z mahoratlarini namoyon qilishmoqda. Yosh o'g'il qizlar, o'smirlar bir chetda sarg'aydi pishti sadosi ichida choq-palak uchirishmoqda. Bir chetda bolalar laglak uchirishmoqda. Ba'zilar po'ngzak etib o'ynasa, ba'zilar daraxt ostilariga elangu silib, egiz uzoq uchishda musobaqalashmoqda.
Ba'zilar daraxt shoxlaridagi big' surib chiqishga boshlagan yumron notalarni tishlab, uzishni baslashmoqda. Bir to'p bolalar buloq bo'ylarida bir-biriga suv chechishib o'ynashmoqda. Bugun 9 buloq bo'ylarida Navro'z bayrami qaltis qizib ketgan edi. Bu milodiya 1764-yili 3-oyning 21-kuni edi. Uchturpanliqlarning Navro'z bayramida boshqa yurtga o'xshamaydigan bir alohidligi bor. Navro'z bayramiga qizlarmi yigitlardek yasinib keladi. Ular chelishish, o'g'loq tortishish, chavgan va boshqa o'yinlarni yigitlar bilan basishib o'ynaveradi. Ba'zida hatto men degan yigitlarni utib qo'yadi. Ular yigitlar bilan basishib o'ynaydigan o'yinlarni o'ynab bo'lgandan keyin To'qayliqning pinhon joylariga tarab, oilamlik kiyimlarini kiyishib, zinnatlarini taqishib, o'zlarini yasab, jabtib, Navro'z bazmillarini qurib, sayl qilishga boshlaydi. Mana bugunmi qutlug' Navro'z oyimida Uchturpan shahridagi sohib jamolarning hammasi degidek, tozladek, rang-rang kiyinib, Toshqon daryosi bo'yiga yig'ilishdi. Shaharning qovul yigitlarimi soz kelib, oyamlik nag'ma navolarini bo'lishiga yangiritib, bazm qilishga kirishib ketdi. Yigitlarning eg'iz va put-qo'llari bazmiga ishtirok qilayotganda qilgan bilan ko'z va ko'ngillari shahar tarafga uchib bormoqda edi. Chunki bazmiga Uchturpan sohib jamollarining ko'zi bo'lgan 7 qiz yetib kelmagan edi. Ularsiz bazmi barobatlar bu yurtda voyaga yetib qizimaydi. Yigitlarning ko'ngli bazmidan suv ichmaydi. Ko'ngillari aromiga tushmaydi. Kun nayzi bo'yi o'rligan mahalda shahar tarafdan chiqib kelgan Mapa birdilla yigitlarning zarqigan ko'zlarini chaqnitib o'tdi. Mapaga qo'shilgan otlarning qo'ng'iroqlari bir xil ritmda yaqinlik jiranglab, yigitlarning yuraklarini o'ynaqildivatdi. Chunki Mapida Uchturpanliqlarning jigar parisi hisoblangan 7 qiz qizg'in chaqchaqlashib, qaqoqlab kulishib kelmoqda. Ular paydo bo'lsa, Uchturpanliqlarning nazarida kechimi birdilla kunduzga aylanib qoladi. Ular mana shu taqda g'uncha niqobini yirtgandek, guhar sabab tepidan chiqqandek, quyosh bulutlar orasidan, oy tun pardasidan balqigandek paydo bo'ldi. Yigitlarning tiniqlari tap-tash to'xtab qoldi. Ular qalaymaqan tinib, 7 qizni ko'rgan xosiyatli damlardagi ko'ngilli ta'sirotlarga so'qib berishni xohlamaydi albatta. Ular 7 qizga chaqnab turgan ko'zlari bilan sinchilab qarg'ash, tepishaklayotgan yuraklarni zan qo'yib tinglashaydi. Yuraklari to'shqandek tugilib turib, yilma og'izdan sakrab chiqib ketadigandek andisha his qilib, lablarini chang yumib oladi. Ba'zilar hatto 7 qizga qara berishga toqat keltirolmay, ko'zlarini yumib berishga majbur bo'ladi. Siz bo'rlarning gul oldida tizlanib, sajdaga cho'kkanini ko'rganmi? Yo'lvasning chaqnaq yulduzini ko'rib, g'al-g'al titrganini his qilganmi? Mana bundaq tasavvurga oldirib sig'maydigan manzirni bugun joytog'da ko'rasiz. Bu yerda Uchturpanning shir yo'lvaslari razillikdan faqat qo'rqimizmi, ammo go'zallik taslim bo'lishga odatlangan. Go'zallik taslim bo'lmaslik faqat razillikda uchiga chiqqanlarning qo'lidan keladi. To'quz sutidan boshqa hamma narsa tepiladigan Uchturpandan bundaq maxluqlar tepilmay qolarmi? Ularmi albatta tepiladi. Uchturpanliqlarning ko'zi bo'lgan 7 qiz haqiqatan yigitlarning ko'zlarini chaqnatqidek, tiniqlarini to'xtatqidek sohib jamolardan. Uchturpanda bundaq sohib jamolar to'la. Bir hisobda Uchturpanni go'zallar orali desimi bo'ladi. Bu yurtdan itning beshiga ursina sohib jamol to'kiladi. Biroq yigitlarning tiniqlari hamma sohib jamolni ko'rganda to'xtavermaydi. Chunki ular bunu 7 qizdek qalam va alamda tang kamolatga yetmagan. Ularda tashqi go'zallik ortiqi bilan
Tepilsimi ichki go'zallikda baribir muni 7 qizning oldida yeb esholmaydi. Shu sababdan ular ba'zida 7 qizga hasadmi qiladi. Biroq ko'p hollarda ularga bo'lgan cho'nqur mehr muhabbati, hurmat, ehtiromlari hasadlarni besib tushadi. Qisqasi, 7 qiz 3 turpan yigitlarning ko'zi, 3 turpan qizlarning sarkisi. Ular hayt deb qo'ysalar, yigitlar o'tqimi, suvg'imi kirishga tayyor. Ular birni varqirsa, bütün qizcho'qonlar bir bayroq ostiga yig'ilib, ular nima desa, shuni jon dili bilan bajo keltirishga taq bo'lib turgan. 7 qizning ichida hammada no'chisi, yana Maysxon. Qalami va alami ishlarga mohirlikda uning oldiga hech kim o'tolmaydi. Qaymoqdek so'zlab, anglag'uchilarning ich bag'rini mumiyadek yo'mishtirib yetalaydigan g'unchi qiz ular orasidagi eng zuvondarlaridan. Chechanlik va hozir javoblikda u hammani besib tushadi. Ko'p vaqtini go'zal xiyollarni surish bilan o'tkazadigan o'ychan qiz Dilbarning shoirlik mahoratiga hammaylan tan qoladi. U o'yga botgan chog'larda yigitlarning ko'ziga boshqa o'moq ko'rinib ketadi. Chiroyidan tongdagi cho'lpondek nur to'kilib turadigan Zuhragul, taq turqi tüp-tüz o'sgan shamshatni eslatadigan zilva bo'yliq Qambarnisa. Buloqdek ko'zlari yigitlarni cho'ktirib yetish oralda turadigan Shahlo ko'zi Guloyim. Davlarni chang keltirib naqsh to'lab, toychoqdek qiyg'itib o'ynashga odatlangan. Bo'yi o'simi, balaliq mijozi o'smagan erkak qiz Axtarni Salomu har birining o'z oldiga ortiqchiligi bor. Anglayotganlar beli qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Mo'ljar tog' qal'asi. To'qqiz buloq sahili igiz sepillar bilan qo'rshovga eling'ilimi mana hash-pash degicha 3 yil bo'lib qoldi. Qorshov sepillar to'qqiz buloq sahillarining ilgarigi kang va ozoda qiyofatini ko'rib odatlangan 3 turpanliqlarning yuragiga siqilish tuyg'usi baxsh etmay qolmaydi. Ba'zida kishilar o'zi ilgari ko'rib boqmagan g'alati bir joyga kelib qolgandek ko'zlariga ishonmay qoladi. Tishlanmagan bog'larga, qoshalanmagan hovlilarga odatlangan, to'xtovsiz kenglik va ozodalik talpinib turadigan yuraklar. To'qqiz buloq sohillarini igiz sepillar bilan qo'rshab qo'ysa, qandoqmi siqilish his qilmay turarsin. Chang sulorisi xoni Chellong at yozda 3 turpanga mo'ljar tog' qal'asini yasash farmonini tushirdi. 3 turpan xon ambri Suchang Chang xaqoni Chellongning farmoniga asosan mo'ljar tog' qal'asini yasash uchun fuqarolarga sepil olvini soldi. Shuningdan e'tiboran olvin yasoq, oshar siliq yildan yilga ko'payib 5 xil diyak mata zakat beji ustiga o'stirma zakat qo'shilib berib, bosh siliqning turi 65 xildan eshib ketdi. Qayerda zulm ko'paysa, shu yerda qarshilik kuchaydi. Shu sababdan 3 turpanmo g'arbiy yurtdagi boshqa shaharlarga o'xshash zolim manju hukmronlarga g'azab nafrat qaynab toshgan. Da'ayni portlashga tayyor turgan bombaga o'xshab qolgan edi. Chellongmo qarshiligini pastgo'yga tushirish uchun odil siyosat yurgizish o'rniga aksicha o'tning ustiga yog' chashqandek Qashqar qatorliq joylardagi cheriklarning sonini hassilab oshirib, bu kelangsiz qo'shinlarni beqish uchun Qashqar va 3 turpan xalqi ustidagi bosh siliqni cheriklarning soni bilan mos qadamda ko'paytib mangdi. Tarixdan buyon shundoq. Qaysi elda lashkar ko'paygan sari fuqaro namratlashadi. Aksicha adolat qancha ozaygan sari lashkar shuncha ko'paydi. Bayoshatligi ozayib boradi. Qashqar va 3 turpanda tumanlab zo'r qo'shin turg'izgan Xoqoni Chinga endi ularga xajlaydigan tuman sarlab oq ko'mishni fuqarolardan shilib olmay nima amal?
Qashqar va Uchturpanni tinchitish uchun bargan lashkarlarning xarajatini uning o'z so'zi bilan aytganda o'zining go'shini o'zining yerida qo'yish chorasini qo'llanib, yerlik puhraning shillisidan shilib hal qilmay, go'shni qassobdan elib pulni navoyga to'lagandek, o'rda g'azinasidan chiqim qiladiganға Chellongning beshi ishib qolganmi dedi. Chellong o'z mantiqasi bo'yicha ana shunday o'ylaydi. Farmonliqo Chellong o'rdisida kerilib o'ltirib tushiraverdi. Biroq bu bosh seliqlarni qaysi yo'llar bilan qanchalik miqdorda yig'ib olish Chellongning ishi emas albatta. Xaqani Chingdan yili o'stirma zakotni tizdan yig'ib olish haqida farmon kelsa, yili sepil so'qish haqida surki qattiq yorliq tushib turdi. Ko'tarilmasan sangiltivalda bu olgan seliqlar, agizlar eqitib, kelib qirg'oqlarga dövlab qo'ygan shurmanlardek üstü-üstüge qo'shilib berib, oxiri puhralarning shillisini tog' bo'lib bosadi. Bunday chaqlarda pichoq so'ngakka yetgan puhralarg'imi shillisiga minib olgan va jonlarini qiynab halqumga akilib qo'ygan bu ro'dapay seliqlardan qutulish uchun qo'zg'olon ko'tarmay nima amal? Xon ambal deganlarda puhraning chiroyli gapini anglaydigan quloq teg'i bo'lmasa, Xaqani Chingga puhradan kelgan arizni anglashdan, qaysidir bir haramda o'zini ming yangsi g'iljinlab qarshi oladigan satanglar bilan ishrat qilish ko'p afzal. Shunga Chellongning bu zaminda tinchlik o'rnatish haqida bergan va'dalari butunlay quruq gap. Ching sulolasi xonidan sepil so'qish farmoni tushgandan keyin Uchturpan xon Ambri Suchang bilan Hokimbek Abdullalar darhol qal'a qo'pirdiganga muvofiq o'rin izlab, shahar atrofidagi bir qancha yerni ko'zdan kechirib chiqishdi. Biroq hech qaysi Suchangning didiga yoqmadi. Bir kuni u Mo'jar tog' bag'ridagi 9 buloqqa kelib to'xtadi. Uyg'urlar tarixdan buyon No'ruz faoliyati o'tkazadigan 9 buloq sohillari uningga o'ttir tuzanlikning jannati hisoblanadigan Jiangmandimi go'zal ko'rinib ketdi. Chimliqlar orasidan shildirlab eqib turadigan buloq suvlari uni ixtiyorsiz lavlarini tamishishga majbur qildi. Bundaq odamni yoshartiradigan buloq suvi Xaqani Ching turayotgan Go'gung sarayidimi yo'qda? Onun ko'z oldida 9 buloqni cho'rlab silingan Go'gung sarayidimi katta bir imorat gavdalangandek bo'ldi-da, o'zini Xaqani Chingdimi ulug' bir podshohdek his qilib, mast xush kulimsirab qo'ydi. Arqadilla o'z xiyollardan andikib, aloqsada bo'lib turib qoldi. Chingsular xonning qo'l ostidagi bir so'ldak ombal turib, uning Xaqani Ching bilan o'zini silishtirgani kechirsiz gunohda. 9 buloq sahillardagi go'zal manziralar uning boylik, mansab va chiroyli xotinlardan boshqa qizarmaydigan ko'zlarini ola chekman qilib etdi. Shu topda Suchingni o'zi turadigan ombal mahkamasini mush yerga selish niyatidan hech kimga qaytara olmaydi. Uning rayiga qo'yib bersa-ku, bugunning o'zida ish boshlag'isi keladi. Biroq bu o'yni Xaqani Chingga aytib, farmoni oliyni kutmasi bo'lmaydi. Uzoq o'tmayla Chellongdan yorliqma tushdi. Yorliqda 9 buloq atroflarini tafsiliy tekshirib, astoydil o'lchab chiqqandan keyin Mo'jar tog'ni o'z ichiga olgan holda aylanmasi 2500 metr keladigan doiraga haybatlik, mustahkam sepil so'qtirib, kelgusida xon ambida turadigan ambal mahkamasini sepil ichiga selish belgilangan edi. Yorliqni ko'rib xon ambida Suchangning chechki choy bo'ldi. Shu yili yozda xon ambida Suchang Uchturpan puhralariga Uchturpandagi har bir tutundan birdan odam sepil hashriga ishlashga farmon berdi. Yurt mahalla-mahallada jarchilarning kishilarni sepil hashriga jar solgan ovozlar anglanishga boshladi. Xaloyiq, anglamadim, eshitmadim demanglar. Ammo dorining farmoniga binoan har bir uydan bir kishi Mo'jar tog'lariga sepil so'qqili boradi. Farmonni anglagan hamon
her öyden bir odam zambil, katman, birdan qop, ozuq talqon, qilich qalqon, cho'yin daqon elib, mo'ljal taqqa otlang'ay. Kimiki bo'yin tog'liq qilib kechikib borsa yoki bormasa qattiq jazolang'ay. Bundaq kishilar xon omridan hargiz rahim shafqat kutmagay. Ayyuhannas, ishtinglar omuxos. Bu qichqiriqlar bilan jon urgan ovozlar qo'shilib, kishilarning quloqlariga xuddi birov musht bilan urgandek anglanadi. Musht bilan urganning g'okari chaqliq. Biroq bu ovozlar eg'ir zulm dastidan dast ketgan yuraklarga sandalga urilgan bosgandek zulm bilan tegmoqda edi. Uchturpanda 5000 tutun, 25000 aholi bor edi. 5000 uchturpanliq levini leviga tishlab, mo'ljal taqqa sepil so'qilib berishga majbur bo'ldi. Bu hasharchilar o'z xomini so'rayotgan chig'idek xomin naqshlarini do'ng to'g'lab, ko'ngillik ishlasa-ku mayli edi. Jafo degan o'tib ketadi. Biroq bu qitim ular jazo lageriga elib mengilgan mahbuslardek chirik yoylarning nazoratida sepil so'qiladigan joy mo'ljal taqqa haydab ketilyotdi. Ular tog' bag'riga haydab kelingandan keyin yayloqdan elib kelingan qo'y o'shkilar qo'tonlarga taqsim qilingandek mahallalarni birlik qilgan holda yüzden jami 50 to'pga ayirib tashlandi. Har bir to'pni birdan 105 va birdan bo'ton boshqaradi. Har bir yuzlik o'z ichidan yana 10 to'pga ayirib etildi. Har bir to'pga birdan 10 begi qo'yildi. Bo'tonlar bo'yin tog'liq qilib ishlamay turib olgan hasharchilarni dushkalashgan. Qechib ketgan hasharchilarni surishti qilib tepib kelishga mas'ul. Hasharchilarga chamni o'lchab taqsim qilib beradigan huquqni yana shularning qo'lida. Sepil so'qish ana shunda 10 malayning ko'ziga birdan g'olch kirib olgan holatda boshlanib ketdi. Tomuz aptipi. Hasharchilarning o'tni tush kiyimlaridan ko'rinib turgan badallariga nashtardek sanjilmoqda. Ularning mis rangida tovlangan badallari tadrijiy holda to'nurga kirib chiqayotgan ko'sayda qoridamoqda. Ular issiq chidamay jo'l-jo'l usti boshlarini selib tashlamoqda. Döv-döv to'pilar usilgan zambillarning tutqishlari ularning olqonlariga hiyla bilaklarini uzib tashlab etadigandak eg'irlik bilan batmoqda. Ko'zlarini qizib turgan quyoshning nashtardek so'zilgan tala-tala nurlari rahimsizlik bilan chaqmoqda. Amalsiz yumilgan ko'zlar qiziqmis o'ylab yetib qolgan odamning tushidek qo'rqinchli manzirlarni ko'rib, o'z egisini qo'rqinishdan jaloqlab titirtib yetdi. Shamshoddek to'ptiz ballar zambilning eg'irligidan qismoqdek egildi. Ochliq ularning boshlariga mangdamda bir mag'dursizlik gurisi bilan urib turdi. Aptab ularni xuddi laqshirgirdek mahkam qisqan holda o't otash issiqiga kavob qilib tutib bergan. Bilaklari yoning kirjidek so'zilib, qaddi yoning agmisidek egilgan hasharchilar qadamlarini yo'tkashib butunlay amalsiz qolgandila to'xtaydi. Shu hamon ularning bosh ustida sim qamchilar o'ynaydi. O'ynabda bo'ldi qilsa mayli edi. Chatoq yeri ularning yuz ko'zlariga zarb bilan urildi. Hasharchilarning dumbillari sim qamchilarning zarbisida tilim yerilib qonaydi. Shipildab turgan ter tamchilari tavuzning chekmisidek chekchib turgan yori eg'izlarini vajildab echishtirdi. Bundaq chaqlarda oxirgi azobi so'ngak-so'ngakdan o'tib ketdi. Sepil bir gazdan egizlikka o'rilmoqda. Ammo mag'duri qurgan hasharchilar bir-birlab kesib tashlangan daraxtdek joyig'il yiqilmoqda. Vahshiy yoylar ularni top o'rnida ko'rib, puftidan tutib so'ragunicha yo'lning chetidagi o'raklarga irg'itib tashlashmoqda. Irg'itib tashlangan toplar
o'shiga kelgandan keyin o'raklardan ming bir mushaqqat o'milab chiqib buloq bo'ylariga o'zini etishmoqda. Ular titrab turgan qo'llar bilan bir uchum suvni amdilishchay deb turishiga bo'tonlar yetib kelib tepib düşkanlar dibidek ish maydoniga yolab elib ketdi. O'shiga kelolmaganlari o'rakda shu yotqinicha mangu yetib qoladi. Talayliklarni tunish bilishlari kashda yuyib tarab yerlikka qo'yib qo'ydi. Ular texe vaqtsiz o'lib ketganlar ichida talayliklar hisoblanadi. Chunki ularning qandoq o'lib ketganini hech bo'lmaganda bir necha jamoat bo'lsin tuygan va qoida bo'yicha yuyib tarab namozini tushirib chiroyli yerlikka qo'yib qo'ygan bo'ladi. Agar ularning o'lib ketishganliklarini insi jinni tuymasa, yer yuzidan xuddi olov ostidagi g'oyib bo'lib ketsa, buningga nima deyilik? Bu yerda sepil hashriga kelganlar to'pi bilan izdiraksiz yo'qab ketadigan ishlarmi bo'lib turadi. Kunlar o'tgan sari mag'durdan ketib yiqilib qoladiganlar bargan sari ko'payishga boshlaydi. Ularning ko'pi issiq o'tib ketib yiqilgan. Bu yerda og'rib yiqilib qolishning o'zimi kechirgusiz gunoh. Go'yo bu bechara hasharchilar o'zlari xohlab og'riq bo'lib olgandek. Odam deganning eshakchilikmi qadr bo'lmayotgan bir zamonga xato to'rilib qolgan bu bechoralarga amalsiz yiqilib tushgan cheg'idimi, ya'ni üstülab simqamchi yeyishdan boshqa imtiyoz berilmaydi. Bundaq chaqlarda holsizlanib yotgan bechoralarning hayvon jinida og'irib yetib qolsa, e'tiborlanib, dam oldirilib, yaxshi yem-xashak bilan beqiladiganligini, eg'inab orom erishga ruxsat qilinadiganligini, hech bo'lmaganda yig'irlarga yog' surkab qo'yiladiganligini, o'zlarining hozirgi hol ahvolining hayvondimi battar ekanligini o'ylab ulgurishga majoli yetmaydi. O'ylab ulgurgan taqdirdami qarshilik bildirishga amali yo'q. Ularning qarshilik bildirish huquqimi shafqatsizlik bilan rad qilingan. Rahim shafqat deganni bilmaydigan bo'tonlarga bo'lib berdi. Ular yiqilganlarni herib, oldin kapkuch urib o'ynaydi. Tasaddibiy hiyligar ambal suchang hasharni tekshirib kelib qolgudek bo'lsa, jamoatga yaxshi ko'rinish uchun sim qamchi bilan urayotgan bo'tonlarni adablab to'xtatib, oldin ketib yiqilgan bo'lsa-mu, sim qamchining zarbasi hushiga kelganlarning uylariga qaytishiga ruxsat qiladi. Lekin ularni uzitib qo'yish uchun soni o'zlaridan jiq yoylarni qo'shib qo'ygan. Yoylar suchang ambalning bizga ish chaqirib, hashardan ko'tirvatdi deb xushal ketayotgan bu bechoralarni tik onlarning gerbaklariga elib berib, insi jinga to'ydirmay o'z uylariga emas, balki udul jahannamga uzitib qo'yib qaytadi. Hasharchilarning 2 yil ana shunda qurbon berishlari badaliga 9 buloq atrofida ulining kengligi 8 metr, ustining kengligi 4 metr, egizligi 12 metr, oilamizni 2500 metr keladigan hayvatli bir qal'a. Dilqut xazinasi. Qal'a xos haram, so'roqxona, askarxona, zindon, istirohatxona va butkul janubdagi musulmon shaharlaridagi Çin sulasi qo'shinlarini o'q-dora, qurol-yarog' bilan ta'minlaydigan jabha joni qatorliq muhim inshootlarni o'z ichiga oladi. Tog'ning ustida hayvatlik potaylar bulutlarga taqishib turadi. Bu sepil Mo'ljar tog'ning nomi bilan Mo'ljar tog' qal'asi deb ataldi. Anglayotganinglar Beliq to'ridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Zinoxor sho'ga. Mana bugünkisi sepil bilan qo'rishalgandan keyingi joytog'da o'tkazilayotgan 3-qatimliq No'ruz. Qoida bo'yicha No'ruzning tunji kuni so'zman qiz-yigitlar mushoir qilishadi. 2-kunidan boshlab chavgon, o'g'loq tartishish, qiz quvar,
cherishish faoliyatlari qizib ketadi. Mana bugun Joytog'dagi No'ruz buloq suyida qiz-yigitlarning mushoirasi boshlandi. Suhbat qurganlardan 7 qiz bir saf, 7 yigit bir saf bo'lib, ajoyib fasohatlik misralar bilan mushoira tortishga boshladi. Avval qizlar tarafdan Dilbarxon, yigitlar tarafdan To'xtak mushoiraga tushdi. Ular dastlabida So'rin ahliga qiyo egilib ta'zim bajo keltirishdi. Orqadan To'xtak beyit tortishni boshladi. Zulm yargan oymidingiz, bulut yargan kunmidingiz, chiloq to'la kelmidingiz, gepim to'la ko'nmidingiz. Dilbarxon o'ychan qiyofatidan biraqli qutulib, uyalg'indan o'ppida qizirib ketdi. Orqadan o'ychan qiyofatiga hech mos kelmagan bir xil chaqqonlik bilan javob beyit aytishga boshladi. Yarning beg'i shaptolliq, chalma etib qoqqan yo'q. Pütüşkili yıl bo'ldi, birini suyib baqqan yo'q. To'xtak damonliq javob topolmay, oxiri Dilbarni gap qilib joylamoqchi bo'ldi. Xanim, el yurt sizni man shoirliqi danglab, husni latofati tangdish yo'q deb anglab, o'zimni oldi ochiq bo'ytaq chaqlab, belimni port bilan chambarchas bog'lab, ishq o'tingizda yurkimni kavobdek dog'lab, og'zimni qaymoqdek gaplar bilan yog'lab, oldingizda turyotiman vasingizga yetolmay, pashni qiqib biroqli umid uzib ketolmay. Dilbar pisingdi kuldi. Ay yigit, eng yaxshisi oshiqligini tashlab, gadiningizni qoshlab, to'g'ri qilib ko'zingizni gashlab, hunar bo'lsa boshlab, uyingizda o'tiring, yurmay to'la shapashlab. To'xtak eg'iz ocholmay g'iqqida bo'lib qoldi. So'rin ahli xom qapoqdan suv to'kilgandek qoqoqlab kulishib ketishdi. Gapni yengilganligini tan olishga majbur bo'lgan To'xtak bo'yinlargacha qizirib So'rindan chiqib ketdi. Mushoira qizib, oxirida mazmunliq aytishga aylanib ketdi. Yigitlar orqa-orqadan yog'dirib turgan savollarga 7 qiz hammasi bir ig'izdan donima-dona javob qaytardi. Bazmlarning shoiri qaysidir? Jenga. Kimlarning eng chiroyliqchi? Savut bilan Dubulga. Charoblarning eng kuchli qaysi? Xalqni oyoq osti qilgan malullarning qanidir? Sozlarning eng yaxshisi? Qilish bilan nayza. Kuylarning eng yaqinliqchi? Jang otlarining kishnishidir. Bazm qurib, ham nafas bo'lishga kim eng loyiq? Jang maydonida sinoqdan o'tgan Nardu Mardan. Quyosh kun petishga qayrilgan mezgilda Joytog' bag'ridagi kangli ketgan ochiqchilikda ot to'pi o'yini boshlandi. Qutat G'ubilik nomli olamshumul falsafiy dostonning avtori Yusuf Xasojib o'z dostonida u bilsin Chavgamni, ota bo'lsin o'q, yana qushchi va o'rda tangdish yo'q deb bekor aytmagan. Ot to'pi o'yini uchturpanliqlar orasida haqiqiy yigitlarni sinaydigan o'yin edi. Ot to'pi o'ynashga atab yasalgan maydonning uzunligi 300 gaz, kengligi 100 gaz atrofida keladi. Bu qitimga ot to'pi o'yinida bir-biri bilan tutishmoqchi bo'lganlar Elixon Qambar begimning yigitlari bilan Uchturpan hokim begi Abdullohning yigitlari. Uchturpan xalqi Xuy payli bir-biriga tubdan o'xshamaydigan bir ikki yurt kattasining yakni-yak erishganini ko'rolmasimi, ammo ikki safga tizilib taq bo'lib turishgan ikki guruh yoshlar bu ikki yurt kattasiga vakolatan maydonga tushgan. Bu ikki yurt kattasimi bir-biriga hargiz rahim qilishmaydigan qiyomatlik raqiblardan. Ularning yigitlarining hammasi texi chavandozlardek niqoblanib olishgan. Elixon Qambar begimning yigitlari yeshil yog'liq bilan niqoblangan. Abdullah begning yigitlari bo'lsa qora yog'liq bilan yuzlarini o'rishib olishgan. Shunga ular bir-birini zodila tuniy olmaydi. Ammo ularning kattalari bo'lgan Elixon Qambar begim bilan Abdullah beg bir-biriga besh qo'ldek oyan. Ular bir-birini xuddi kitob o'qigandek o'qib chiqa oladi. Garchi Abdullah beg Elixon Qambar begimni ancha tushunmasimi,
uning uchturpanliklar yaxshi ko'radigan yurt otasi ekanligini obdan biladi. U talay qitim ko'krak kelib o'ttirg'i chiqib, Abdulla Beyning uchturpan xalqini xohlagancha bo'zaq qilishiga yo'l qo'ymag'achqa, Abdulla Beyning uni chaynab purkivasimi dardi chiqmaydi. Elixon Qambarbegim uchturpanlik beylardan edi. U davlatman, uchturpan bozorini setib olg'idek mol dunyosi bor edi. Atanisidan maras qolgan tayyor mol dunyoga ega bo'lgan davlatmanlarning ko'pi g'o'run va dod keladi. Lekin muni Elixon Qambarbegim degani ajoyib ho'shyor, zerak odam. Yurttarchilik qoida mezonlarni pishiq bilishda uchturpanda uning oldiga o'tadigan odamni topmoq tez. O'z fuqarolarini suyish va himoya qilishda u yana hammaning oldida. Mijoz xulqi o'z yurtiga umr bo'yi kuyinib olamdan o'tgan ota bo'g'illarga shundoq tartgan. U yurttarchilik ishlarida o'zidan burun o'tgan ulug'larning qoidasiga rioya qilishni har daqiqa esidan chiqarmaydi. Shunga uchturpanning ishmushlarimi uni yaxshi ko'radi. Uchturpan xalqining yuragi Elixon Qambarbegim bo'lg'ash qildi. U og'zida Chin sulolasiga tavallik bildirgan. Neymiş tavallik bildirmisin? Bu mu fuqarolarning aman esenlik uchunda? Yağıqlı taş qo'rg'onning foydasi yo'q. Chin sulolasiga tavallik bildirmagan bilan fuqarolar behuda qirilib tugaydi. Shu sababdan Chin sulolasi uningga 4-darajalik o'tiqat bergan. Elixon Qambarbegim bu o'tiqatni uchturpanliklarga foyda yetkazish uchun qabul qilgan. Uchturpanliklarning baxtini demasa, uning amal mansab deganni ko'rar ko'zi yo'q. Ammo u Chin ordisining maosh ta'minotini zodil qabul qilmagan. Shunga Chin ordisi uning o'g'li Rahmatulloh Begni uchturpanga 4-darajalik shog'ibak qilib tayinlagan. Elixon Qambarbegim hozir garchi hokim bey bo'lmasa-mu, uchturpan zimindagi fuqarolar yanala Elixon Qambarbegimni hokimbek o'rnida ko'radi. Uning uchun o'tqimi, suvg'imi kirishga har vaqt tayyor. Elixon Qambarbegim har qanday da'vo dasturlarga shariat bo'yicha hukm qilib odatlangan. Elixon Qambarbegimni Allohning shariat mezonlarining siziqidan chiqibdi degan gap kun g'arbdan chiqibdi degan bilan o'xshash. U har qanday yurttarchilik ishlarini shariat mezonlariga tushirib turib, yo'lga qo'yib odatlangan. Shunga Elixon Qambarbegim fuqarolar orasidami, beylar orasidami, baylar orasidami, gadaylar orasidami mutlaq ustun nopus egisi. Xaqani Chin mansabdorlaridan xon ambal boshliq hammasila uningdan tartadi, ehtiyot qiladi. Bugun uchturpanning tantak hokimbegi yuragini qopta qilib o'z yigitlari orqali ana shu Elixon Qambarbegimning yigitlari bilan tutishmoqchi. Qani, oxir qanday bo'larkin? No'ruz ahli maydonga bo'yinlab qarashmoqda. Otga minishgan bu yigitlarning qo'llarida birdan uchiga Ujmining to'qinoq yildizidan yunib inch qilib ishlangan kichik bo'qqa o'rnatilgan uzun tayoq javg'i bor edi. Ular ana shu javg'i bilan ishiga do'gilak bo'z yib yo'galgan, usti jaran terisi bilan qoplangan kichik to'pni urib o'ynaydi. Ular to'pni raqibidan qancha yiroqqa elib qochsa, shuncha yaxshi. Türk qamusining 29-tom 383-betida bugungi ot ustida o'ynaladigan Chavgan o'yini O'rta Osiyodagi turk qavmlarining qadimgi zamondagi ot ustida o'ynaladigan o'yinlarining biri edi. Chavgan o'yini O'rta Osiyodan Hindistonga taraldi. U yerdan inglizlar ko'rib qiziqib Yevropaga elib berishdi. Polo degan nom bilan dunyoga to'nildi deb yozilgan. Türk Milliy madaniyati degan kitobning 276-betida futbol, Chavgan o'yinlaridan tartib turklar orasida o'ynalib kelgan. Ko'k turklar davrida Jungoga taralgan. Otga minish,
ot ustida o'q etish har bir kishining tabiiy mashg'ulotlari va doimiy tantarbiya harakatlari edi deyilgan. Hijriya 445-yili Shamsul Maali Qabus yozgan Qabusnoma nomli nasihat kitobida 19-bobda maxsus bir bob chavgan o'ynamoq bayoni ustida to'xtalib, chavgan o'ynashda hamma kishi biraqla otlanmasligi kerak. Maydonga 8 dan ortiq odam tushmasin. Bir odam maydonning yenida tursin. Yana bir odam maydonning oyig'ida tursin. 6 kishi maydonga tushib top so'qsin deyilgan. Mashhur Uyg'ur shoiri Lutfi o'z g'azallarining birida: "Ey chechi chavgan go'zal yor, beshimni kesib top qil. Meni sargardan qilmay, yaningdagi kishilarning oyig'iga tashla" deb yozgan edi. Ot to'pi turk qavmlarining, bo'libmi Uyg'ur xalqining nihoyat uzoq tarixiga ega ot usti an'anaviy tanharakat turi. Mamlakatimizning g'arbiy shimoliga joylashgan turk qavmlar azaldan chorvachilik, ovchilik va teriqchilik bilan shug'ullanib kelgan. Ot minish, cho'moq tutib, o'g'lash, ot choptirish, o'g'loq tartishish, ot ustida mahorat ko'rsatish qatorliqlar bu xalqlarning qon qiyniga singib ketgan. Mana bugunmi joytog'da maydonga tushgan bu ikki guruhning har biri 7 yigitdan tarkib topgan. Ularning qo'llarida 80 sm uzunlikdagi bir uchi agri cho'moq shaklli kaltak. Ular ot ustida ikki taraf bir-biriga qarama-qarshi bo'lib, ko'ndin yasalgan to'pni qopqiga kirgizib o'ynaydi. Qaysi taraf to'pni ko'p kirgizgan bo'lsa, shu taraf yengan bo'lib hisoblanadi. Maydonning ikki tarafida birdan o'rda. Bu to'p kirgizadigan qopqa. Har bir tarafning qopqisi oldida birdan qorovul. Qolgan 6 jup mahirning ikki jupi ilg'or. Ular ot to'p o'yinida oldingi safda turib o'ynaydigan hujumchilardir. Ikki jupi hiravul. Ot to'p o'yinida o'tirida turib o'ynaydigan markaziy hujumchilardir. Qolgan ikki jupi chindavul. Ot to'pi o'yinida orqa qatorda turib o'ynaydigan himmatchilar. Ular shu topda jangga tushishga tayyor turgan pahlavonlardek o'z maydonlarida o'rin egallab turishmoqda. Har bir tarafda birdan besavul, ayrim-ayrim holda o'z chavandozlariga yo'lboshchilik qilmoqda. Ot to'pi o'yini odatda ikki maydon o'ynaladi. Har maydonda qaysi taraf qarshi tarafning qopqisiga uda 3 to'pni avval urib kirgizalsa, shu taraf utgan bo'lib chiqadi. Uttirgan taraf butun No'ruz ahliga qo'y so'yib, kala o'ltirib, No'ruz eshi etib, o'zlarining uttirganligini oshkora e'tirof qilishga majbur bo'ladi. Bu o'yin yigitlardan qo'ymi chaqqan va chevar bo'lishni, otqin to'pni joyiga tekkizalaydigan marganlikni talab qiladi. Ular to'pni o'zining qopqisiga elib ketish uchun otni birdan uchqandek chaptirsa, birdan to'xtatadi. Goh to'pni o'z hamrohlariga uzatib berishga harakat qilsa, goh qo'lidagi chog'i tayoqni pirqiratgan holda yer beg'irlab, o'qdek uchib ketayotgan to'pni qo'yib uchun yana ot chaptirishga boshlaydi. Ot to'pi o'yini boshlanib uzoq o'tmayla, Elixon Qambarbegimning yigitlari o'yinga boshchilab kirib ketishdi. Mana yigitlar ishida ot ustida mazmut o'tirgan 18-19 yoshlardagi zillo bir yigit hamma No'ruz ahlining diqqatini o'ziga tortmoqda. Bu zillo yigit Elixon Qambarbegimning yigitlarining besavuli. U o'z yigitlariga qisqa, ammo kaskin buyruq berib turmoqda. Qolgan yigitlarmi uning buyrug'i bo'yicha harakat qilib, qo'llaridagi chovg'i tayoq bilan yerdagi do'mlab ketayotgan to'pni yili o'ng yon tarafga o'ynaydigan yigitning oldiga urib do'miltirsa, yili so'l yon tarafda o'ynaydigan yigit uchqandek do'mlab ketayotgan to'pni chovg'i bilan urib, saf oldidagi hujumchiga uzatib beradi. Bu yigitlar chaqqonlik bilan harakatlanib, butun tomoshabinlar ko'zlarini ola-chakman qilib tashlamoqda. Abdullah Bekning markaziy hujumchisi to'satdan etini chaptirib kelguncha qarshi guruhning bosh o'yinog'ichi Mahirning oldini to'g'risiga to'rab oldi.
markaziy hujumchi qopqa tarafga bir qadamni siljiy olmay chippida to'xtab turishga majbur bo'ldi. O'zlarining bosh o'ynag'ichi Mahirning yo'lsiz to'sqinlikqa uchrayotganligini ko'rgan, orqa tarafda turib o'ynaydigan himmatchilarning biri otni shiddat bilan choptirib kelib, bir-biriga yo'l berishmay turgan ikki raqibning orliqidan bo'rondek o'tib ketdi. Bosh o'ynag'ichi Mahir bu fursatni g'animat bilib, etiga qon silib choptirgunicha o'zini to'rab turgan qarshi taraf markaziy hujumchisini keyinda qoldirib, o'z qapqisiga qarab ushqandek ot choptirib yetib bordi-da, hujumchilardan biri o'ziga etib bergan to'pni chalg'i tayoqi bilan urib, chaqmoq tizligidagi qopqiga elib keldi. Dal shu chog'da bir hujumchi qarshi tarafning markaziy hujumchisi va hujumchilari gira selib paydo qilgan odam sepili ustidan otni sakirtib o'tib ketdi-da, qo'lidagi chovuq bilan yeliq to'pni bir uribla qarshi tarafning qopqisiga kirgizib o'tdi. Maydon guldiras olqi sadolari bilan bir mahal larzaga keldi. Kechki quyosh kungaga pastlab, nayza bo'yi orliq qoldirgan bir mahalda Elixon Qambarbayning yigitlariga to'la urtib, paxshi bo'lib ketgan Abdulla Bayning yigitlari o'z egisining tabiatiga mos holda yigitlik g'ururini bir chetga qayirib qo'yib, ochiq oshkora chidamaslik qilishga boshladi. Mana endi ot to'pi o'yinda qadimdan tortib davom qilib kelayotgan qoidalar ularning oldida bir tiyin. Ularning o'rnida ot to'pni qoidalik o'ynaydigan mahir yigitlar emas, bir guruh mutahamlar paydo bo'lgan edi. Chidamaslik oldi bilan Abdulla Bayning yigitlar qatorida ot to'pi o'ynayotgan Uchturpan xon ambili Sochingning erkin aynoq o'g'li So'shoyadan boshlandi. U ot to'p o'yinidagi yuzini niqoblab o'ynaydigan qadimiy odatga xilof holda yuzidagi qor yog'liqni elib tashladi. Uning sapkin bosgan yopiq yuzi qarigan odamga xuddi mushuk yopiqni ko'rgandek sur paydo qiladi. Kang peshonasi ostidagi qo'ng'iz potirib qo'ygandek kichik ko'zlarida yovuzlik uchqunlari chaqnaydi. Uning xuy paylimi ot Sochingni tortgan edi. U hamma kishiga, hatto o'ziga yormoqchilik va naf bermaydigan gadoyg'imi siliq sipoy muomala qilib odatlangan edi. Amaliyotda bo'lsa, ot Sochingdek hangi mijoz bir muttaham bo'lib, ko'ziga chiroyli ko'rinib qolgan har qanday bir ayolni oldirab bo'sh qo'yib kelmaydi. Uning yejib turgan turg'i qarabla ko'p odam dastlabida royi sho'ya deb qoladi. Ammo uning hangi mijozini bilganlar zinoxo'r sho'ya deb ataydi. Uning mutahamlikini ko'rganlar sarang sho'ya deb ataydi. Zada qaysini gapiras, buni hozircha bir nima demakdas. U boylik bilan xotinni desa, jinni beradiganlardan. Uchturpanda uning tayiqini yemagan puxra. U po'xurlik qilmagan qiz cho'kani topmoq tas. Ot to'pi o'yinida Elixon Qambarbegimning yigitlariga yengilib qolganiga terkib ketgan So'shoya etiga zarb bilan qamchi selib, chopildatgan pet kelib, qarshi guruhdagi yimmatchi yigitlarning birini otning yeni bilan so'qib o'tib ketdi. Qattiq zarbiga uchrab yurib kelgan ot ustidagi himmatchi yigitni uloqtirib tashlab qil qoldi. Himmatchi yigit chaqallik bilan otning bo'ynini quchoqlab olmagan bo'lsa, dah yerga uchib tushgani tushgan edi. Qattiq zarbiga uchragan heliq zilvoy yigit otning ustidan yerga uchib tushgani tas qoldi. Kim bilsin, u otning bo'yniga jiddiy enishayotgan paytda yuziga yo'g'ib olgan yeshil niqob yog'liq yeshilib ketdi-da, qop-qora sumbul chachlari uning mursiga xuddi qirg'oqqa urilgan avrishim do'lqindek yeyilib tushib, egasining o'g'il bola emas, balki qiz bola ekanligini So'shoyaning oldida mana-men deb oshkorlab qo'ydi. Bu 7 qizning ichidagi 10 qizning naq o'zi edi. O'z raqibining qiz bola ekanligini ko'rgan So'shoya bayatdan beri qiz bolalar bilan o'ynab yengilib qolganiga texmi nomus his qilishning o'rniga texmi g'ojirlashdi-da, xuddi o'ljisiga etilgan osh bo'ridek etilib kelgan beti g'unch qizni ot ustidan yulib oldi.
uni oldiga xuddi o'g'loqni bosgandek to'g'risiga besib elib, otni ushgandek divetib shahar tarafga elib qochdi. Bundaq chaqlarda yigitlarni qarab turmaydi albatta. Atrofda tomosha ko'rayotganlar tushdan cho'qin ko'tarishdi. Al orsidagi darg'azab bo'lgan yigitlardan biri ot choptirib kelib, suv shoyani bir tepik bilan ot ustidan uloqtirib tashlavatdi. Otdan sakrab tushib, suv shoyani ostiga besib elib, quttur kelgan yerga mushtig'ili turdi. Suv shoya bilan billa otdan yiqilib tushgan g'unchi qiz tan bilan to'piq qetirib oldi. Suv shoyaning qosh qapoqlari yerilgandan keyinla uni urushdan to'xtab, cho'chib beshini ko'targan yigit oldi-keyniga qaramay, nerdik to'qayliqqa o'zini otdi. Endi qoq baloga Elixon Qambar begim qoldi. Abdulla Elixon Qambar begimdan o'ch oladigan fursat keldi deb o'ylab, qo'l ostidagilarga uni tutib bog'lab, yomilga elib berishni buyurdi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'yida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Botir Ro'zining Shehidlar Gulistoni 7 qizlar nomli asarini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatamiz.